ekologiya nuqtai nazaridan mana shu kun tartibimizda bo'lib turgan muammolar nuqtai nazaridan toza ichimlikni ishlatish bo'yicha ham bir qator o'zgarishlar bo'ldi adashmasam. Avvallar toza ichimlikni faqatgina iste'mol uchun ishlatardik. Bugun qanday yo'naltirilyapti toza ichimlik suvi? Umuman nafaqat Toshkent, balki vodiy, umuman respublikamiz bo'yicha marhamat. So'zimni bitta fikr bilan boshlamoqchiman. Bugungi vaziyat shu holatga kelib qolishiga mana shu me'yorlarga amal qilmasligimiz, shu kungacha amal qilmay kelganligimiz sabab bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Chunki har bitta sohada bu ekologik vaziyat, tabiatga ta'sir hisobga olingan. Xoh u transportda bo'lsin, xoh qurilishda bo'lsin, xoh u boshqa sohada bo'lsin, xoh suv sohasida bo'lsin, me'yorlar belgilab qo'yilgan. Afsuski shu kungacha shu me'yorlarga panja ortidan qaraldi. Men o'zimiz sohadan kelib chiqib misol keltirmoqchiman. Mana shu kanalizatsiya masalasi. Kanalizatsiyaga biz go'yoki axlatxona sifatida qaraymiz. Afsuski mana shu kanalizatsiyaga tashlanayotgan kimyoviy vositalar yoki bo'lmasa o'sha ranglar, ya'ni tekstil korxonalaridan chiqadigan ranglarni bizni masalan Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga qarashlik tozalash inshootlar tozalay olmaydi. Uni xohlasak, xohlamasak quyqasini olib turib, tabiiy ravishda biologik tozalab turib, tabiatga chiqaramiz yana qaytarib. U xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yana tabiatga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Endi bu hozir mavzuga chuqurlashib ketsak bo'lmaydi. Hozirgi kun mavzusidan kelib chiqadigan bo'lsak, to'g'ri ta'kidladingiz. Shu kungacha mana shu prezidentimiz farmonlari chiqquncha Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qaroriga asosan tungi vaqtdagina, ya'ni 24:00 dan tongi 5:00 gacha ichimlik suvidan sug'orish sifatida, ya'ni dov-daraxtlarni sug'orish maqsadida foydalanish mumkin edi. Endilikda mana shu bahor, yoz mavsumlarida ham mana shu kunduz kunlari sug'orishga ruxsat berildi. Buni to'g'ri talqin qilish kerak. Bugun aholimiz o'rtasida yana noto'g'ri tushuncha paydo bo'libdiki, mashinamizni bemalol yuvamiz yoki gilamimizni bemalol yuvamiz. Yo'q, bu o'zining nomi bilan ichimlik suvi. Faqatgina mana shu tabiatga ijobiy ta'sir ko'rsatish maqsadidagina bahor, yoz mavsumlarida mana shu tungi cheklov bekor qilindi. Ya'ni kunduz kuni ham mana shu dov-daraxtlarni sug'orish mumkin. Unda ham gektarlab yerni emas. Nima uchun? Chunki bu ichimlik suvi bo'lgandan keyin Toshkent shahriga bir kunda 2.400.000 atrofida suv beriladi. Ya'ni kub bir sutkada. Bu respublikaning deyarli yarmi degani. Respublikaga 4.700.000 kub atrofida beriladi bir sutkada. Endi tasavvur qiling, bu agar ko'rsatkich ko'tariladigan bo'lsa, aholiga ichimlik suvi sifatida yetkazib berish masalasi ham yana bitta muammoga aylanib qoladi. Ana shu maqsadda qolgan me'yorlar o'z holida qoldirildi. Ya'ni faqatgina dov-daraxtlarni sug'orish mumkin, bahor, yoz mavsumlarida qolgan cheklovlar o'z kuchida qoladi.